Atalmış Uyghur Abdunum rayonunun Qorçaq reisi Erkin Tunyazning boshchiligidagi o'mak Vengriyani ziyorat qilgan bo'lib, xalqaro kun tartibga kelayotgan Sharq Turkiston masalasida Vengriya xalqini aldashga urindi. Xitoy xalq to'rining xabar qilishicha, atalmış Uyghur Abdunum rayonining Qorçaq reisi Erkin Tunyaz o'mak boshlab 4-sentyabrdan 6-sentyabrgacha Vengriyada ziyorati bo'lgan. Ziyorat jarayonida Erkin Tunyaz Şinjanda millatlar ittifoqligi qo'g'dilib, dinlar inoqligi ishga oshdi. Xalq turmushi yaxshilanib, kasblar taraqqiy qildi. Şinjanning Roshan rayoni afzalligi, boylik va kasb afzalligi, suv afzalligi joriy bo'ldi degandek qiliplashib ketgan safsatlarni takrorlagan. 12-sentyabr kuni Amerika Davlat Majlisi Xitoy ishlar ijroiya komiteti Xitoyning davlat xalqiga bostirish haqida isbot anglash yig'ini o'tkazdi. Yig'inning bosh temasi Xitoyning davlat xalqiga tahdidiga qarshi safarbarlikka kelish, Xitoyni cheklaydigan qonun tuzib ma'qullash va Amerikaning ittifoqdoshlarini bu safga qatnashishga chaqirishdan iborat bo'ldi. Yig'inda Kanada parlament a'zosi Michael Chung, Uyg'ur harakati tashkiloti boshlig'i Roshan Abbos xonim qatorliqlar Xitoyning davlat xalqiga qora qo'li, jumladan Xitoyning muhojiratdagi Uyg'ur va boshqa millatlarni quritishi, tahdid selishi, qasdishi, boshqa davlatlardan qo'li bilan tutib jazolash haqida guvohlik berdi. Yig'inda oldi bilan Amerika Davlat Majlisi a'zosi, Xitoy ishlari ijroiya komiteti raisi Kirisimi so'z qilib, kommunist Xitoyning yuksalishi bilan tang dunyoni o'lchangligiga elish g'arazining texnik kuchayganligini, davlat xalqiga bostirish harakatini qanot yoydirib, g'arb davlatlarining demokratiya, kishilik huquq o'lchimini rad qilib, mustabidlik va zo'migarlikni bozorga solganligini ta'kidlab o'tdi. Angliya hukumati Angliya parlamenti tadqiqotchisining Xitoyga josuslik qilish jinoyati sababli Beijingga qarta texnik qattiq qo'l bo'lish masalasida besimga duch kelmoqda. Ma'lum bo'lishicha, Angliya soqchilari 9-sentyabr bu yil mart oyida soqchilarning maxfiyatligini saqlash qonuniga asosan ayrim holda 20 va 30 yoshli ikki kishini qo'lga olganligini dalillagan. London soqchilari bu haqda e'lon qilgan bayonotida 30 yoshdan oshgan bir kishi Oxforddagi turalg'usida qo'lga olindi. 20 yoshdan oshgan yana biri Edinburghdagi turalg'usida qo'lga olindi degan edi. BBC'ning bildirishicha, qo'lga olinganlarning biri xalqaro ishlarga mas'ul parlament tadqiqotchisi ekan. Xitoy Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Mavning muxbirlarni kutib olish yig'inida hukumatning xizmatchilariga iPhone va chet el markasidagi boshqa aqliy iqtidorli telefonlarni cheklaganligi to'g'risidagi xabarlarga inkos qaytarib, bundaq bir cheklamaning yo'qligini bildirdi. Amerika Wall Street gazetining yaqinda xabar qilishicha, Xitoy davlat organlari ma'murlarga olma va yoki chet el markasidagi boshqa aqliy iqtidorli telefonlarni ishlatishni cheklagan. Bu xabar chiqqandan keyin olma shirkatining bozor qiymati 2 kunda 200 milliard dollar tushib ketgan. Xitoy bilan Janubiy Amerika davlati Venezuela o'zlarining munosabat saviyasini har qanday ahvolda strategik sheriklik munosabatiga o'stirganligini e'lon qildi. Xitoy Tashqi ishlar ministrligining bayonotiga qaraganda, Xi Jinping Beijingda Xitoyni ziyorat qilayotgan Venezuela prezidenti Nicolas Maduro bilan ko'rishgan. Xitoy Avstraliyaning dehqonchilik eksportidagi eng chong bozor bo'lib, yangi rekord yaratgan. Egilenishicha, 2022-2023 moliya yilida Xitoyga qilingan eksport qiymati 16 milliard 600 million Avstraliya dollariga yetib, 22,7% oshgan.